Hammaga salom, aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Asadbek Gaming. Xo'p, sizlar bilan bugun game lob o'tkazib va unda PUBG o'ynaymiz. Uni qanday qilamiz? Birinchi bo'lib Google kiramiz. Xo'p, yangi sahifa. Game lob, game lob download. Xo'p, original birinchisiga kirasizlar, haqiysi, bu yerdan download qilib olasizlar. Mana skachat bo'ladi mana. O'tgandan keyin skachat qilib olasizlar buni. Skachat qilib bo'lgandan keyin men skachat qilganman chunki buni. Hop, kiramiz va kirganimizdan keyin обязательно mo'yga o'tamiz. Mo'yga o'tib olamiz. Hop, internet yaxshilanyapti. Mo'yga o'tgandan keyin hop, Play Marketda skachat qilib olasizlar birinchi o'rinda, keyin PUBG ni skachat qilasizlar. Hop, PUBG kiramiz. PUBG kiribdi. PUBG ga qanaqa xarakteristika bo'lishi kerak? PUBG ga Enpass, средний kompyuter, masalan, men o'zim o'ynaydigan kompyuterim i5 6 pokoleniya 16 GB azu. Hop, doimiy xotira 128 SSD va 1 TB hard bilan jihozlangan va RX 580 va akvarium case yig'ilgan. Hop, kompyuterimiz 100 Hzlik monitor. Hop, bu yerdan PUBG nastroyka qilishingiz kerak bo'ladi. PUBG akkauntingizga kirib olasiz birinchi o'chirda. Hop. Nimadir ошибка berdi, nimagadir. Discord shartmas. PUBG ni o'tkazib o'ynab ko'ramiz. O'tkazib qo'yganmiz biz. Ichiga kirib buni ham o'tkazasizlar. Atagancha ichida o'tkazadigan narsalar ham ko'p. Hop, bunga nima o'tkazsa bo'ladi? Gamelob bu telefonni programmasi, kompyuterga qilingan bu. Любой telefondagi o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Xohlasanglar Telegraminglarni, xohlasanglar Google'dan mashqa ulab olsanglar bo'ladi. Google akkauntinglari xavfsiz, ishonchli. Nimagadir ошибка beryapti. Men buni to'g'rilayman. Shundoq qilib kirasizlar, PUBG uстановка bo'ladi. Hammaga xayr. Videomiz shundan iborat edi. Kanalimizga like, shu kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.